Ko'p mijozlardan e'tirozlar tushyapti. Zapchastlar bormi jackga degan savollar tushyapti. Akalar, biz hozir zapchast magaziniga kelganmiz. Jack X2, M3, Sunray va shu turdagi jackning har qanday modellariga zapchast bormi yo'qmi? Shu to'g'risida bir qator bilib o'tamiz va qanday zapchastlar topsiz bo'ladi yo topa olmassiz bo'ladi. Shular bo'yicha gaplashamiz. Hozir biz O'zbekiston bo'yicha jackni eng katta do'konda turibmiz. Bizda jackning deyarli barcha modellarida ehtiyot qismlari topiladi. Hamma modellarga bor. Ha. Endi M3, M4, Sunray, T6, T8, G7, G6, G8 ko'p modellariga bor. Endi bir xil, ikki xil yangi modellar bor. RF8 misol uchun, Jack T9. Ularning ham ma'lum bir qism zapchastlari bor, misol uchun, lekin hali kirib kelishga ulgurmadi, to'liq emas. Asosiy ketilgan zapchastlar bor. Asosiy zapchastlar, hadovoylari, motor qismlari, misol uchun motor qismlari ko'pisi topiladi. Muammo bo'lmaydi, xudo xolasa barchasini topib beramiz. Oldinroq kirgan jacklarimiz, o'sha M3, M4 Sunraylarning 90% zapchasi bor. Endi bitta mashinada 1000 xildan ortiq zapchas bo'ladi. Ba'zi bir mayda-chuyda zapchaslar topilmasa, padzakaz Xitoydan keltirib beramiz. Necha kunda keladi shu padzakaz zakaz? Endi mahsulot hajmiga qarab, misol uchun mayda narsalar bo'lsa, kichik narsalar bo'lsa, samolyot bilan keltirish qulay bo'lsa, 5-6 kunda keladi. Agar ob'yomroq, misol uchun katta eshik, bamper qanaqadir yo'q narsalar kattaroq hajmda bo'lsa, ularni yo'l bilan keltirganimiz ma'qul, arzonroq keladi. O'rtacha 20 kunda yetib keladi. Yo'l bilan keladigan bo'lsa 20 kunda, samolyotda bo'lsa 12-15 kun. Shunaqa. Yaxshi. Xo'p, X8larga ham zapchastlar topiladi. Hozirgi kunda eng porniy mavzu bo'lib qolgan X8 gurzoylari. Minib yurgan odamlar nima fikrda? Mana shu sizlarga ham aytib keladiki mijozlar. X200lar hozir ehtiyot qismlari asosan bizda kerak bo'ladigan motor qismlari, filtr расходниклari, ya'ni moy filtr, havo filtr, salon filtr, shunaqa mayda-chuyda zapchaslari, fara stoplari, shunaqa asosiy keladigan qismlari bor. Kuzovli qismlari hozir xudo xolasa katta partiyada zakaz qilganmiz. Xudo xolasa tez kunlarda kirib keladi. Atak zapchaslardan muammo yo'q. Xudo xolasa hammasidan qilib beramiz. Aytilgan zapchastlarni misol padzakaz yetkazib bergansiz shu kungacha. Bir klientlar muammoga uchrab qolgan yo'qmi? Endi muammo qanday aka? Hozir aytganimdek, juda ham kichik topilmaydigan qismlarni, misol uchun 3 kun 4 kunda avia bilan yetkazib berganmiz. Qolgan zapchastlar endi asosiy keladigan zapchaslari bor. Ular hammasi kelishilgan asosda sekin asta bo'laverar ekan. Shunday. Xo'p, keyin hozirgi kunda bozorda zapchast bozori kengayib boryapti. Zapchastda ham 2 xil, 3 xil variantlar bor ekan. Shunaqa deb eshitdim. Xuddi shunday endi shu yechim bitta iloji bo'lsa bir xil narsani ko'rsatib, narx-navosi bilan yengil aytib o'tkazsiz. Narx-navosi aytmagan taqdirda ham mashina uchun asosiy hisoblanadigan zubcha tremen. Jack M4 mashinasi uchun original keladigan zubcha tremenlarimiz ana komplektida bo'ladi 3 xilini misol uchun. 3 xil bo'ladi, 3 xil natijali, bir xil remen bo'ladi. Xo'p, ana shu originali. Bu originali 1.800.000 so'm turadi misol uchun. Keyin uni ikkinchi sorti bor ana. Prostoyroq bu. Gates firmadan keladi. Bu 1.100.000 so'm turadi. O'rtada 700.000 so'm razlika bor. Bundan ham past sortlar bor, ular ishlamaydi. Biz asosan zapchaslarni birinchi va ikkinchi originali va ikkinchi sortini keltiramiz. Sababi ishlaydigan, puliga arziydigan zapchaslar shu ekan. O'sha uchinchi sortlari talabga javob bermaydi, olgan klient ham rozi bo'lmaydi bu narsadan. Shuning uchun asosan originallarni keltiramiz, sotgan narsamizga javob beramiz. Qarang, Mirjahon, mana shu M4 zubchat remeni originali necha ming kilometrgacha yurib beradi xudo xolasa. Endi bitta narsa aka, biz bu narsaga hech qachon garantiya bermaymiz. Mana buncha kilometr yuradi deb. Buni sababi bu bizga bog'liq emas. Chunki zapchas o'ziga ham bog'liq emas. Bu haydaydigan odamga bog'liq. Shunday. Ba'zilar bor aka, buksavat qilib haydaydi. Oddiy misol, mana shu ikkinchi remenni olib 70.000, 80.000 kilometr yuradigan odam bor. Ba'zilar bu original remenni olib boradi, 10.000 da o'zib keladi. Bu avvalambor aka shoferning o'ziga, haydashiga bog'liq. Shuning uchun biz bu narsaga umuman garantiya bermaymiz. O'zi primerni spokon yuradigan bo'lsa, mana shu necha ming kilometr. O'rtacha yaxshi haydaydigan odam bo'lsa 50.000, 60.000 kilometrgacha yurib beradi. 50.000, 60.000 yurib beradi. Ana buni yuk bosishi bor, M4larga hozir pritsep bo'lganlar bor-ku. Shunaqa. Pritsep bo'lganlar bor, katta yuk bilan nagruzka bilan yuradiganlar bor. Ularga bir bemalol 40.000, 50.000 kilometr yurib beradi. Endi aka, qimmatga tushib qolmay desangiz, yaxshisidan olish kerak. O'rtacha 50.000 kilometrda almashtirish kerak. Chunki X200lar asosan yuk bilan yuryapti aka. Ularda bitta uzilib qolsa, misol uchun motorga tushib qoladi-da. Klapan oladi,
Porsche oladi, Golovka oladi, juda qimmatga tushib ketadi. Shuning uchun o'rtacha har 50 mingdan almashtirib tursa, yaxshidan qo'yib qarab yurilsa, xudo xolasa ortiqcha xarajat bo'lmaydi. X8 ham bor o'z zapchaslari, shu zubchat kelemen nimalari. Bor aka. Akalar kelinglar, mana ko'rsalar bo'ladi. Zapchas sklad magazinimiz juda ham katta, keng assortiment. Bu yerda ana kichkina magazinchaga kirib qolganimiz yo'q akalar. Sizlar uchun katta assortiment yig'ib qo'yganmiz. Bekorga Mirjahon o'zi ham O'zbekiston bo'yicha katta zapchas do'koni emasmiz deb aytmadi. Eng katta zapchas do'koni va bu do'konni biz tashkil qilganimiz sabab jak mashinasi sotganimizdan keyin albatta zapchasga ehtiyoj bo'ladi. Shu zapchasga ehtiyojlar ko'paygan hisobiga o'zimiz So'y Mirjahonlar ochgan, xudo xolasa mana O'zbekiston xalqi shu jak olgan odamlar hammasi minnatdor. Mashinalar mazza qilib foydalanishyapti, zapchas kerak bo'lganda qiyinchiliklarsiz zapchas topishyapti. Keyin narxlarni taqqoslaganda ham narxlar qimmat degan gap bo'lmasligi uchun biz zapchaslarni 2-3 xil turini keltirib qo'yganmiz. Ba'zilar tashqaridan misol uchun narxini surishtiradi. Oddiy zapchas bizdan so'raydi, biz original narxni aytganimizda sizlarda juda qimmat ekan degan ma'noda fikr ketadi. Shunday. U narxni surishtirayotgan paytda mahsulot sifatini ham bir martaga solishtirib ketish kerak akalar. Chunki sifat juda katta farq qiladi va mashinangiz yurishidan bu bittaga bilinadi. Original zapchas va ikkinchisi uchinchi zapchaslar sifati mashinaga qo'yilganda albatta bilinadi va xizmat qilishi ham farq qiladi. Shunday. Oddiy bitta prosta zapchas qo'yib qo'ysam, u zapchas prosta qo'ygan hisobiga boshqa detalga ham ta'siri bo'lsa kerak menimcha. Xuddi shunaqa aka. Shuning uchun original zapchas qo'yganlar yaxshiroq, mashina umri uzoqroq bo'ladi, yaxshiroq xizmat qilib berishga sabab bo'ladi. Bu yerda akalar ko'rishlar mumkin. Kuzov detal deysizlarmi? Mana Sanreda eshiklari mana turibdi. M3 mana forchkasini so'ramoqchiman Mirjahon. M3 juda ko'pchilik yana forchka so'rashyapti. Shuni bitta ochiqlab ketaylik. M3 forchkalar aka. Yon tomoniga forchka qo'yish. Forchkalarni asosan ikkinchi qator emas, eng 3-qatordagi oxirisini so'rashyapti, xato qilmasam. Uni biz zavoddan so'raganimizda o'zi zavodga unaqa o'ynab chiqmagan. Lekin hozir o'shani ustida ishlayapmiz, zavodga aytdik. Xudo xolasa o'lchamlari, nimalari bo'yicha ishlar ketyapti. Xudo xolasa tez kunda u bo'yicha yangilik bo'lib qoladi, chunki bu sezonga ulgurmadik, o'sha issiq havolar ham o'tib ketdi. Xudo xolasa tez kunda hal bo'lib qolsa, zakaz qilsak, bu sezongacha albatta o'yinlarimiz keyingi sezoniga xudo xolasa keladi. Xuddi shunday. Mana yon tomoniga ham kerak bo'lyapti. Ko'p mijozlar bilan misol ko'chaga chiqib vazifa oldim. Ikkinchi qator bor-ku, o'sha qatorda o'ziga forchkalik kerak bo'lyapti. Agar u qatorlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, forchkalik o'yinlarimiz bor. Tayyor, bemalol telefon qilishsa bo'ladi. Bemalol telefon qilib olishsalar bo'laveradi. Mana bu yoqdan bamperlarimiz M3, M4, Jack Sanray, Jack T6larimiz uchun Ko'rgan mana bu yoqda resorlarimiz M3, M4, Jack Sanray, T6 barcha bu yoqdan rulevay kolonkalar. Rulevay kolonkalar qaysi mashinaga desangiz M3 mi, M4 mi, Sanray mi hammasi uchun bor. Mana bu yoqda orqa bagajlarimiz, podkrelniklarimiz, xudo xolasa zapchasdan muammo yo'q. Barcha zapchaslarni topib beramiz. Gap yo'q. Mirjahon bitta savol qolib ketdi hozirgi M3 bo'yicha. Forchkani, radnoy oynagini misol barter qilishda iloji bormi, yo'qmi? Qilib beramiz aka. Misol radnoy turibdi, yangi holatda olib kelishsa, ustiga pul qo'shadigan bo'lsa, shu forchkaliga almashtirish iloji bormi? Qilib beramiz aka. Bemalol pastdan nomer telefon qilsa bo'ladi. Pastdan nomer qoldiramiz. Jaklar masalasida nima zapchas kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsa bo'ladi. Undan tashqari, faqat jak emas, bizda misol uchun nima yangiliklar yana? O'zbekistonda topilmaydigan zapchaslar bo'ladigan bo'lsa, Xitoy bilan aloqalarimiz hozir juda ham yaxshi. Поставщикlarimiz bor. Nima zapchas kerak bo'lsa, misol uchun Havalmi, G-Towermi, BYDmi, Zikrmi, boshqa yoki shunaqa mashinalar bo'lsa, qayerda topilmasa O'zbekistonda pajagaz keltirib beramiz. Bemalol. Gap yo'q. Xudo xolasa pastdan nomerga telefon qilinglar, like bosinglar, do'stlar jo'natib qo'yishingiz chiqmasin. Jak bo'yicha eng katta magazin, xudo xolasa kelaversa, biz adresni ham tushuntirib qo'yamiz. Bil. O'z tushuntirib yuboring Mirjahon bitta. Xo'p, bizning manzilimiz Sergeli tomondan kelayotganda, mostdan tushganda Qumariq mostga yetmasdan Karvon zapravkaning oldida bo'ladi. Qo'yliq tomondan kelishda o'ng tomonda BYD salon keladi, chap tomonda bizning do'konimiz. BYD salonining ro'parasida. Lokatsiyalar tashlab beringlar, xudo xolasa. Do'stlar aytganini like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Xudo xolasa bugungi obzor sizlar uchun manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga omad. Bizning dastavkalarimiz ham bor. Kimgadir misol uchun Buxoroga yo Xorazmga yo Navoiyga zapchaslar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib pulni to'lov qilishsa, biz bitagacha bepul yetkazib beramiz va u yog'ini taksiga berib yuboramiz. O'zlari kelishib olishadi. Butun O'zbekiston bo'ylab bemalol yetkazib berish xizmatlari ham bor ekan. Pastdan telefon qilinglar.
Mirjahon yoki Farhod ko'taradi, bemalol ishonchli, garantiyali joy. Allanib qolish degan narsalar bo'lmaydi, faqat shu nomerlarga telefon qilish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizga kuzatishda davom etinglar.